Keyingi paytlarda Tap2Pay texnologiyasi haqida eshityapmiz. Keling, mana shu texnologiya qanchalik xavfsiz, shu haqida ham gapirib bersangiz. Tap2Pay texnologiyasi biz o'zimizni ishlatayotgan post terminallarimiz turiga hisoblanadi. Bu o'ta hamyonbop hamda ishonchli Tap2Pay texnologiyasi hisoblanadi. Telefon orqali biror joyda kashalogingizni uyda qoldirib qolsangiz yoki naqd pulingiz mavjud bo'lmasa, Tap2Pay texnologiyasi orqali barcha to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Savdo bo'yicha albatta. Sotib olingan tovarlar uchun QR kodlar beriladi. Telefon tarmog'idagi Tap2Pay alohida texnologiyasini post terminaliga tekkizish orqali bu to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Demak, elektron hamyon desak ham bo'ladi. Albatta, shunday. Elektron hamyon desak ham bo'ladi. Endi aynan mana shu zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning o'zi ahamiyati qanaqa? Bu albatta soliq to'lovchilarning ichida fuqarolarimizga shart-sharoitlar yaratish, savdo-sotiqlariga alohida yordamlashish, ularni cashback, ya'ni 1% cashback orqali avtomatik ravishda to'lovlarni o'tkazish, savdolarni yo'lga qo'yish va post terminali bilan bir xil vazifasini bajaruvchi yangi texnologiya hisoblanadi. Bu ham 2026-yil 1-yanvardan avtomatik ravishda ishga tushiriladi. Juda ham yaxshi. Aynan kerakli bo'lgan yaxshigina elektron hamyon ba'zida yoddan chiqib qoladigan bo'lsa, to'lovlarni amalga oshirish, telefon hech qachon yodingizdan chiqib qolmaydi. Albatta, hozir. Rahmat Azizaxon. Bugungi tashrif uchun aynan soliq sohasidagi yangiliklardan xabardor etganingiz uchun sizga kattakon rahmat aytamiz. Studiyamizda xush ko'rdik. Ishlaringizni omad tilaymiz.